Dasturimiz davom etadi. Jizzax viloyat musiqali drama teatrida Orzular dunyosi ijodiy aksiyasi bo'lib o'tdi. O'zbekiston Xalq demokratik partiyasi Jizzax viloyat kengashi tashabbusi bilan qator hamkor tashkilotlar ishtirokida bo'lib o'tgan tadbir tafsilotlari navbatdagi lavhamizda. Orzular dunyosi aksiyasi nogironligi bo'lgan yoshlarning ijodiy qobiliyatini rivojlantirish, iste'dodini namoyon etish, jamiyatda faol bo'lishi, yangi kreativ g'oyalarga asoslangan ijod namunalarini yaratishda ko'maklashish uchun tashkil etilgan. 13 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan 50 ga yaqin ijodkorlarning amaliy san'at asarlarini 500 dan ortiq ijod ixlosmandlari tomosha qilib zavq olishdi. Eng muhimi, har bir ish soha mutaxassislaridan iborat hakamlar hay'ati tomonidan baholanib taqdim etildi. Baholash mezonlariga ko'ra badiiy qiymat, g'oyaviy yechim va texnik ijroga alohida e'tibor berilgan. 12 yildan beri shug'ullanib kelaman. Bitta yo'nalishda to'xtab qolmayman. Ham vaqtingiz betkor etmaydi, ham uyga foydangiz tegadi. Metr qo'lga qarab qolmaysiz. Hozir qancha odam ko'rib, maqtashyapti. Bundan ham qancha motivatsiyalasiz. Endi xudo xolasa yangi g'oya, yangi ideyalar bilan davom ettiramiz. Bu borada ko'plab shogirdlar ortib kelmoqdaman. Shogirdlarim ham ondan ortiq. Tadbirlarda ko'pdan ko'p bo'lib o'tmoqda yaqinda. Matonatli ayol ko'rki tanlovi bo'lib o'tgandi. O'shanda qatnashib O'zbekiston Xalq demokratik partiyasi nomidan hozirgi bo'layotgan Orzular dunyosi deb nomlangan ushbu tanlovda ko'plab opa-singillarimiz qatnashmoqda. Har xil yo'nalishlar bo'yicha. Tadbirning badiiy qismida so'z olganlar nogironligi bo'lgan yoshlarning intilishi va iste'dodi borasida to'xtalib, bugungi kunda jamiyatning faol va teng huquqli a'zosiga aylanib borayotgan bunday yoshlarni yanada qo'llab-quvvatlashning tashkiliy jihatlariga alohida e'tibor qaratishdi. Partiya tomonidan nogironligi bo'lgan yoshlarning inklyuziv ta'lim olishi, kasbiy tayyorgarlik va bandligini ta'minlashda ko'rsatilayotgan amaliy yordam tadbirlari ijobiy ta'sir kuchiga ega. Yoshlarimiz faol ishtirok etishdi. Ularning ko'rgazmalari bilan birgalikda ularning ishlab chiqarilgan mahsulotlarning auksioni ham o'tkazildi. Albatta bunda hamkor tashkilotlarimizning roli juda katta bo'ldi. Tadbirlar har oyda o'tkazish uchun kelishib olindi. Albatta bizning partiyamiz aholini ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamini himoya qilar ekan. Albatta bu fuqarolarimizni jamiyatdan chetlashtirmasdan ularni jamiyatga qaytarish, ularning mehnatlarini yuzaga chiqarish, mahsulotlarni ishlab chiqarishdan iborat. Ularga ozgina bo'lsa ham moddiy tomondan ko'mak bersa, kelajakda ular sog'liqlarini tiklash uchun, yanada jamiyatda o'zini o'rnini topish uchun bu tadbirning ahamiyati juda katta deb o'ylayman. Aksiyada namoyish etilgan mahsulotlarga shu yerning o'zida xaridor ham chiqdi. Har bir qo'l mehnati yuqori baholanib, o'z egalariga topshirildi. Orzular dunyosi ijodiy aksiyasida faol ishtirok etgan yoshlar hamkor tashkilotlar tomonidan pul mukofotlari va esdalik sovg'alar bilan taqdirlanishdi. Jamiyatimizda nogironligi bo'la turib, mana shunday shijoat bilan ijod qilayotgan iqtidor egalari ijtimoiy davlat tashabbuslari samarasini yaqqol isbot etadi.